shayton insonni doimiy o'shanga vasvasa qiladi. Birinchisi insonni kofir bo'lishlikka undash. Agar qo'lidan kelmasa, katta gunohlarni qilishlikka undaydi. U ham qo'lidan kelmasa, kichik gunohlarni qilishga undaydi. Ya'ni kuchi yetgancha harakat qiladi. Bizga o'xshab bitta amalni qila olmasa, undan pastroq amalni ham tark qilib yubormaydi-da u. Bittasini qila olmasa, yengilrog'ini qiladi. Uni qila olmasa, undan ham yengilrog'ini qiladi. To maqsadiga yetguncha dinani uchiday bo'lsa ham amal qilaveradi. Sizga aytadiki, agar sen katta gunohlardan, kabiralardan chetlansang, sendan hamma kichkina gunohlarning kechirilib ketadi deydi. Namoz o'qirsan, ikkita namoz o'zini orasidagi sag'ira gunohlarga kaforat bo'lishini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmaganmi senga deydi. Aytgan u deydi. Ani qalbida umid uchqunlarini uyg'otib yuboradi. Haligini gunohni hijoatlantirib yuboradi. Hali kichkina deb bilingan gunohni bilib qolsa, masalan, nazar deylik, qarashlik va hokazo. Ikkita namoz o'rtasida kino ko'rib o'tkazadigan qilib qo'yadi. Shu bilan qarasangiz, Ramazonda serialdan bosh chiqmaydi. Sizga to'lqinlanib da'vat qilayotgan narsangizni ham kinoda ko'rgan bo'ladi. Alloh saqlasin, bu balo bu. Ana o'shanga shayton davomiy odamlarni da'vat qiladi. Nima deydi? Sen qilayotgan yaxshiliklaring, yomonliklarni yutib ketishini bilmaysanmi deydi. Savoblar qilib turibsanmi deydi. Bular yo'q bo'lib ketadi. Kichkina narsalar bular deydi. Va borib kishi gunohlarni, o'sha sag'ira gunohlarni pastlanadigan bo'lib qoladi va unda davomiy turadigan bo'lib qoladi. Qilaveradi, e'tibor qilmaydi, davomli qiladi. Hozir masalan, sigaret chekishni kichkina gunoh deb hisoblaydiganlar kuniga 40 martalab gunoh qiladi. O'sha bitta gunohni o'zini hali qolganini qo'yib, 2 pachkalab sigaret chekadi-ku kuniga odamlar. Yoki 1 pachka chekadi, hokazo. 10 marta qilganda ham kimga osiy bo'lsan? Sen gunohni kichkinaligiga emas, kimga qilayotganiga qaramaysanmi deysan. Sani Robbing kichkina emas, gunoh kichkina bo'lsa. Sani Robbing kichkina emas, sani bunga qilayotgan jur'ating katta. O'sha kichkina gunohga qilayotgan katta jur'ating bilan borasan Robbingning huzuriga. Alloh taolo saqlasin. Gunohda davomli turib olishlik gunohning o'zidan ham yomon narsa. Bu qalbi kasalligini bildiradi.